Qisqa muddatli to'lovning ahamiyati nimada? Nima uchun Alif ayrim turdagi muddatli to'lovlari uchun 10, 20, 30 va 60 kun vaqt beradi? Keling, tushuntirib beramiz. Bunday muddatli to'lov imkoniyati kafe va restoranlar, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal to'lovlari va boshqa mayda xarajatlar uchun beriladi. Bu xarajatlar muntazam takrorlanib turadi. Agar ularni muddatini cho'zadigan bo'lsak, ular yig'ilib, to'lovlari hech qachon tugamaydigandek tuyuladi. Kichik muddat doimiy xarajatlarni tezroq yopishga yordam beradi. Masalan, oy o'rtasida kommunal xizmatlar uchun to'lov qildingiz va oylikdan qaytardingiz. Katta oilaviy yig'in uchun mahsulotlar xarid qildingiz. Bir oy ichida pulni qaytardingiz. Shoshilinch sport krossovkasi kerak bo'lib qoldi. Sotib oldingiz. 2 oyda qaytardingiz. Qisqa muddat bu pul shu yerda va hozir kerak bo'lgan, to'lovini esa bir necha kunda yoki bir necha oyda yopishingiz mumkin bo'lgan kundalik xarajatlar uchun mo'ljallangan. Xarajatlaringizni to'g'ri taqsimlang, biz esa sizni kerakli vaqtda qo'llab-quvvatlaymiz. Sizga e'tibor bilan Alif.